Videoda ko'rib turgan barcha insonga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafoatini tilaymiz. Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlari jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Hech yo'g'i shu videoda ko'rayotgan insonning zurriyotidan Madina Munavvarani bo'lajak imomlari chiqsin. Nima deysiz aka? Qarang aka, siz Sankt-Peterburgdan keldingiz. Sankt-Peterburg. O'zbekiston grajdaninisiz. Qizil pasport to'g'rimi? Ha, qizil pasport. Rossiyadan O'zbekiston fuqarolari ham umra ziyoratiga kelsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Alhamdulillah, shukrlarga yetib qoldik. Yetkazdi mana Makkalarda tavoflarni qilib, umra amallarni bajarib, Madina Munavvaraga keldik. Ana hozir Alloh jannatlardan biriga kirib, namozlar o'qib, ibodatlar qildik. Alhamdulillah. Allohim yetkazganiga Allohga shukr. Ko'p yetkazganiga insonlar bilmaydi-da, misol O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lsa ham Rossiyadan Allohning baytiga bemalol tashrif buyursa bo'ladi. Keyin qaytishda bemalol Rossiyaga kirib boradi. Chunki Inshaalloh. qonuniy, ya'ni bizni qonuniy guruhimiz bilan sizlar tashrif buyurasizlar, gruppovoy bo'lib umra ziyoratiga, palomnichество bo'lib kelasizlar. Hech qanday muammo bo'lmaydi, dokumentinglarga ham hech narsa qilmaydi. Bemalol yurasizlar qonuniy ravishda. Keyinchalik vatanga ham bemalol yorug' yuz bilan kirib olasizlar inshaalloh. Agarda sizlar ham Allohning baytiga kelmoqchi bo'lsanglar, ko'rsatilayotgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, Rossiya nomerimiz bo'lsa, Rossiyadan olib kelamiz. Agar O'zbekistondan bo'lsangiz, O'zbekistondan ham reyslarimiz mavjud. Aynan Ramazon oyiga bir oylik paketlarga skidka qilib yuborganmiz. Ahlan va sahlan.